qizg'anchiqlik qilib o'zingiz uchun aziz bo'lgan narsadan ajrab qolmang deyman-da. Haqiqan oyi? G'ijim. Xo'sh. Sizga qanday ish taklif qilinganidan xabaringiz bordir? Kim bu? Tanishinglar. Bu Ilyor. Yaxshimisiz? Iltimos menga umuman boshqa qo'ng'iroq qilmang. Menga qara, o'qishingdan kech qolmagin, xo'pmi qizim? Xo'p oyijon. Xayrli tong. Xayrli? Men uchun hali bunaqa jinnicha tong bo'lmagan. Yefreytor. G'ijim. Ilyoram odam. Nima uni aybi qo'rquvchi bo'lganimi? O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Akam rolni o'ynab berdi deysiz. Ana o'ynab berdim. Ularni chiroyliligini. Qushlarga mazza. Uchaytsa qanotlari bor. Sen yuriysiz, chiroyli, Barbisiz. Sizni sevib qolganim uchun kechiring. Aytgandek, bugunlar Sanjar ikkovimiz nomimizda. Rahmat bolam, rahmat. Dada, Sanjar bilan Ilyorni chaqirtiring. Hammasiga o'zim aybdorman. Men ham ishdan bo'shash uchun topgan vaqtimni qarang. Siz aybingiz yo'q. Mana deb shu ahvolga tushdingiz. Shunaqa mazali Bu yerda mos, kech boring. Voy, opa. Aka, bu yerda nima qilyapsiz? Tinchlikmi, o'zi osmondan tushing. Nimaga do'q qilasan? Farroshsan deb salomimga alik olmayapsiz-ku. Nima kerak sizga? Unda qo'lini sindirib. Yo'q, qo'lini emas. Zaявление yozib yuboradi. Oyi, siz yemasangiz men yerdim xonimni. Necha marta aytaman, ko'cha-ko'ydan yegulik olmagin deb. Indamasdan emas, arazlab ketgan u. Men bilan svidaniyaga chiqdim demoqchimisiz? Ha, o'zi chaqirdingiz-ku? Men sizga ertaga sovchi qo'ysam nima deysiz? Maqtanma g'oz, hunaring oz. Nima? Ertalab bostirib boraman. Qarang-ya. Sog'inmadingizmi? Nima ekan o'sha keraksiz narsang bolam? Nima bo'lardi oyi? G'ururda. Endi chiroq ham bor, gaz ham bor. Hamma narsa bor. Yo odam degan ham shunaqa bo'ladimi? Shuncha ishdan keyin eski sotkani nima qilasan, og'ayni? Robiya jahl ustida gapiryapti. Yo'q. Jim. Men hech qachon mana bu jinniga qizimni bermayman. Men beraman. Rustam aka! Rustam aka!